Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'dan yordam so'rab tafsir dersimiz devam etkizamiz. Fatiha surasini 5. oyatiga to'xtalgan ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. İhdinas sıratal mustaqim. Ma'nosi: ey Allohim, bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin degan. Musulmon kishi doim Alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'liga hidoyat qilishini so'rashlik kerak. Bu hidoyat faqat Alloh taolo tarafidan beriladigan ne'mat. Alloh taolo bu hidoyatni o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga Alloh taolo beradi. Faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga Alloh taolo hidoyat ne'matini beradi. Mana shu hidoyatga loyiq bo'lgan bandalarni Alloh taolo hidoyat qiladi. O'zini jannatiga loyiq bo'lgan bandalarini Alloh taolo hidoyat qilib, keyin mana shu jannatga kirgizadi. Alloh taolo bu hidoyatni otadan bolaga o'tadigan bir meros qilmadi. Hidoyatni faqat Alloh taolo o'zi beradi. Agar bir odam hayotda 1000 yil yashasa, lekin Alloh taolo u bandani hidoyat qilmasa, hidoyat topmay hayotni o'tib ketadi. Alloh taolo bizlarga hech yerdan topolmaydigan hidoyat ne'matini Alloh taolo bergan. Buning uchun Alloh taologa kecha kuni shukr qilishimiz kerak. Alloh taologa shukr qilsanglar, men sizlarga ne'matlarimni ziyoda qilib beraman degan Alloh taolo. Ihdina kalimasini mufassirlar va sabbitna alayh va zidna huda deb tafsir qilishgan. Va sabbitna alayh ma'nosi: ey Allohim, bizlarni to'g'ri yo'lingda sobit qadam qilgin degan. Va zidna huda ma'nosi: ey Allohim, bizlarni hidoyatimizni ziyoda qil degan. Alloh taolo hammalarimizni o'zini to'g'ri yo'lda Alloh taolo sobit qadam qilsin. Sirotal mustaqim ma'nosi to'g'ri yo'l degan. Yani Alloh taolodan so'rayapmiz: ey Allohim, bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deb. Mufassirlar sirotal mustaqim kalimalarini vahval islom, islom deb tafsir qilishgan. Islomning ma'nosi bo'yin egmoq degani. Musulmon degan kalima mana shu islom kalimasidan olingan. Musulmon degani bo'yin eguvchi degani. Musulmon kishi Alloh taolo nimani buyurgan bo'lsa, labbay deb qilishi kerak. Alloh taolo nimadan qaytargan bo'lsa, labbay deb qaytishi kerak. Mana shuni orqasida dunyo oxirat yaxshiliklari bor. Alloh va rasuli to'g'ri degan yo'l to'g'ri. Alloh va rasuli noto'g'ri degan yo'l noto'g'ri. Alloh va rasuli to'g'ri degan yo'l to'g'ridir. Butun yer yuzidagi insonlar noto'g'ri desa ham. Alloh va rasuli noto'g'ri degan yo'l noto'g'ridir. Butun yer yuzidagi insonlar to'g'ri desa ham. Alloh taolo hammalarimizni o'zini to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin.